Mutlaq bepul taksi. Hammaga assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Akalarim hozir 18-chislaga Farg'ona Vunuk yo'nalishi bo'yicha bilet xarid qilishdi. Chiroyli qilib yozib berdim arzon holatida va bepul taksini ham yo'lga qo'yib qo'ydik. Ya'ni bizlar akasam 3 kishi 4 kishi bilet olsa, aeroportga olib borib, o'zimiz chiroyli kuzatib olamiz. Oldi xatolarga joylab akalarim to'g'risi Rossiya tarafdan O'zbekistonga kelishga ham o'zimiz yozib bergan ekanmiz va ketishlari ham nasib qilgan ekan. Chiroyli qilib aka. Sayın ishlar, ukamiz ishlariga omad. Haqiqat ekan, akamizni kuzatyapmiz, ketyapti. Ishonoldi. Ishonasan ketmana. Moskvadan olganman. 18-chinoda hozir aeroportda qancha fakt bo'ladi, besplatniy taksi, chiroyli oldi xatolarga joylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Moskva tenderasi ham o'zini ishlayapti, O'zbekistonda ham Farg'ona. Albatta ham video qilamiz. Inshaalloh bugun Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilgan yangilik yetkazib boramiz. Ekrandagi nomerlarga arzon bilet kerak bo'lsa, onlayn ham, offlayn ham yozib beramiz va eng qulay tarafda sizlarga 24 ga 7 xohlagan paytda telefon qilaverasizlar, 24 ga 7 xizmat ko'rsatib boramiz.